38-savolga qaraymiz. 38-savolda bizga aytyapti, vodorod yordamida qaytarib metal olish mumkin bo'lgan asosli oksidlar ko'rsatilgan javobni belgilang debdi. Demak, bizda vodorod asosli oksidlarni nazarda tutyapti. Demak, 3 bilan 5 asosli emas, amfoter oksidlar hisoblanadi. Bizda asosli oksidlar nazarda tutilyapti. 1, 2, 4, 6 bular asosli oksidlar. Vodorod mana shulardan qaysi birida metalni siqib chiqaradi. Bektiv qatorida vodoroddan o'ng tarafda turgan barchasini siqib chiqaradi vodorod. Chap tarafda turganlarini siqib chiqara olmaydi. Demak, shu uchun bir chiqib ketadi, birini siqib chiqara olmaydi, lekin mis oksiddagi misni siqib chiqarib biladi, chunki mis vodoroddan keyin turibdi. Bektiv qatoriga qaraydigan bo'lsanglar, davriy sistema chiqara olgan bo'lishlaringiz kerak yoki bo'lmasa sotib olgan bo'lsanglar, bektiv qatori orqasida bor. Endi o'shanaqa davriy sistemalaringiz bo'lmasa men tashab qo'yganman kanalga, o'sha boshlanishida davriy sistema deb qidirsangiz chiqarib beradi. Orqa tarafda bektiv qatori bor. Shunda mis keyin turganligi uchun vodorod misni siqib chiqara oladi. Ana endi demak misni siqib chiqara oladi. Temir oksidi. Temirni vodorod siqib chiqara olmaydi. Bektiv qatori bo'yicha qaraydigan bo'lsak, temir chunki mana bu tarafda turibdi. Lekin vodorodga juda ham yaqin qolganlariga qaraganda. Shu uchun vodorod temirni yuqori temperaturada siqib chiqaradi. Juda yuqoriroq temperaturada, 350 gradus atrofida. 350 gradusga temperatura yetgan vaqtda vodorod temirni siqib chiqaradi va temir va suv hosil bo'ladi. Shu uchun buni ham olsak bo'ladi. 6 xrom oksidi vodoroddan ancha buyoqda turibdi. Temirdan keyinmidi, undan bitta oldimmi? Shunaqa edi, bektiv qatoriga qaraysizlar. Lekin temirni 350 gradusda siqib chiqaradi. Shu uchun javob 2 ni aniq siqib chiqaradi. Shu uchun javob 2 va 4 bo'ladi, A javob bo'ladi. Xrom ham siqib chiqarish mumkin, qanaqadir temperaturada, balki-da, endi bu kimyo, hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin javoblar to'g'ri kelmaydi agar buni siqib chiqargan taqdirda ham. Chunki biza 2 bor javobni olishimiz kerak aniq, 3, 1, 5 aniq bo'lmasi kerak. 1, 5, 3 bor javoblarni chiqarib tashlasangiz, bular asosli oksid emas. Bir asosli oksid, lekin ancha oldinda turibdi. Bu ishqor, umuman vodorod buni siqib chiqara olmaydi hech qanaqa temperaturada. Shu uchun 1, 3, 5 chiqib ketadi. Shu vaqtda A javob qoladi o'zi to'g'ridan to'g'ri. Mis oksidi aniq, temir oksidi yuqori temperaturada bo'ladi, xrom oksidi ham bo'lishi mumkin, lekin javob to'g'ri kelmaydi. Shu uchun javob A.